Assalomu alaykum hammaga. Charchamayapsizlarmi? Qiyin marketlarda ishlab qiynalmayapsizlarmi? Bugun Xudo xolis 31-may kelayotgan haftaga haftalik tahlil videosini yozishni boshladim. Xo'p, demak, dollar indeksi 1 oylik time frame'da mana bu lowdan keyin perilow bo'lib sweep, ya'ni o'zidan keyingi likvidnessni tozalab yubordi. Va bundan keyin bo'lsa xuddi shunaqa narsa highdan keyin ham high tozalab yubordi, ya'ni buy side liquidityni yechib yubordi. Va anchadan beri yetib kelayotgan joyimiz, BPR'imiz bor bizda. Narx shu BPR'ga hali ham chiqishi mumkin. Sababini hozir ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchidan highdan lowga biza premium discount tortsak, biza 0.50 dan ancha pastda turibmiz. Ya'ni 0.50 dan pastda turgan bo'lganimizdan keyin biza iloji boricha buy qarashimiz kerak bo'ladi kitobida. Va bu BPR tepasida ham juda ham ajoyib yana BPR mavjud. Menga hozir narxi boradigan nuqtalari mana shu birinchi bu BPR, keyin esa bu BPR bo'ladi. Birinchi bo'lib shotgacha chiqishini kutyapman. Shotgacha chiqqandan keyin u yog'ini yana gaplashamiz, chunki bu 1 oylik time frame. Shunaqa. Endi 1 oylikda ko'radiganimizni ko'rdik. Endi buni o'zida ko'rinadigan qilib bir haftaligiga o'tsak bo'ladi. Hammasini qilamiz. Mana buni ham. Va bir haftalikda juda ham qiziq holat. Mana bu narx harakati ko'pchilikni qiynadi. Ya'ni e'tibor bersanglar, narx o'rtada tiqilib qolgan. Ya'ni konsolidatsiya holati deyiladi bu. Va shu konsolidatsiya holatida bo'lgan payt ishlash ozgina qiyinlashishi mumkin. Hozir masalan sizlarda strategiyalar ishlamayotgan bo'lsa yoki qanaqadir ketma-ket stop otgan bo'lsanglar, setupinglar fail bo'layotgan bo'lsa, bu sizlar yomon treydersizlar degani emas. Bozorda shunaqa vaziyatda bo'ladi. U yoqda sikl o'zgarib turadi va sikl fazalar o'zgargandan keyin narx harakati yaxshi bo'lmasligi mumkin. O'sha payt ma'lum bir odamlarning strategiyalari ishlamaydi. Va shu siklga siz strategiyangiz tushib qolsa, zarar qilish ehtimolingiz bo'ladi. Bunaqa payt nima qilish kerak? Ketma-ket stop bo'lgan payt iloji boricha risk kichkina qilib turib, uzoq muddatda o'ylab ishlash kerak. Masalan, siz depozitingiz bo'lsa, bu oy emas, keyingi oy emas, undan keyin keyingi kvartal, keyingi 3 oylik, keyingi 6 oylikda prosatkadan chiqib ketishingiz ehtimoli bo'ladi. Agar siz katta risk qilib depozitingizni yo'qotib oladigan bo'lsangiz, unda qiyin juda ham. Sovib qolasiz sohadan. Xo'p, haftalikda mana bu sweepdan keyingi bizada mana bu high aktual. Bu high'imizda bizada likvidness vazifasini bajaradi va bu likvidness vazifasini bajargandan keyin bu yoqda ham bitta premium discount tortsak bo'ladi. High'dan low'ga masalan tortsak, narximizni masalan 0.50 dan pastda pashti va e'tibor bersanglar, bizda weekly fair value gap bu yoqda qolib ketyapti. Hozir buni chizib ko'rsataman. Mana o'zinglar ham ko'rdinglar shekilli, mana narximiz weekly fair value gap'i respect qilib turibdi, ya'ni hurmat qilib turibdi, support qilib turibdi, qo'llab-quvvatlab turibdi. Va bizga keyingi haftamiz, ya'ni kelayotgan hafta mana shu shaklda o'suvchi bo'lib ochilib bersa, вообще cho'tki bo'lardi yana buy ishlashga. Va weekly'da hozircha shu. Endi daily'da bo'lsa ham
biza bay oladigan vaziyat qayerda desanglar, bu yerda ham xuddi shunaqa. Masalan, lowdan highga tortasizlar, premium discount 0.50 dan pastida sekingina bay olasizlar. Ya'ni 0.50 dan pastda bizda qanaqa PDRA'lar mavjud. PDRA'larni bilasizlar. Order block, fair value gap, breaker block va bizda bu yoqda nima bor? Mana 0.50 dan sal pastroqda o'rtarog'ida fair value gap bor. Undan pastda masalan mana bu OB nosib bo'ladi, to'g'rimi? Va narx shu OB ga tushgandan keyin kichkina time frame ga o'tib, tasdiq olib turib, buy side gacha ishlasa bo'ladi. Tasdiq olish bo'yicha men xudo xolisi video darslik chiqarmoqchiman va kim trading noldan o'rganmoqchi bo'lsa, men noldan video darslik chiqarmoqchiman. Qanaqa bo'ladi u? Tradingni noldan pro darajagacha bepulga YouTube ga darslar yuklamoqchiman. Ya'ni u yoqda nima bo'ladi? Trading yuklash, MetaTrader'da short ochish, brokerlardan ro'yxatdan o'tish, hammasi bo'ladi. Shuning uchun meni kanalimga obuna bo'lib, Telegram kanal, Instagramga o'tib olsanglar ham men xursand bo'lardim. Va men bu order block tagida bizda yana fair value gap mavjud. Va shu yoqgacha nima qilamiz? 1-2 kun, 3-4 kunda tushsa, bu yergacha sell ishlab olsak bo'lmaydimi desanglar, bo'ladi. Lekin mana bu fair value gap tanam ketib olishi mumkin-da. Shuning uchun shuni ham hisobini olib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Agar sell ishlamoqchi bo'lsanglar, mana bu OB menimcha pastga haydab berishi mumkin. Test bersa, mana bu kecha ishlasa bo'ladi deb o'ylayapman. Ya'ni bu hech qanaqa har doimgidek aytgandek moliyaviy maslahat emas. Shuning uchun o'zingizlar analizingizga men analizim mos kelsa, solishtirib ishlasanglar bo'ladi. Men faqat sizlarga o'rgatish maqsadida video olyapman. Va dollar indeksda xuddi shuni korrelyatsiya qilib yevro bilan funtga ishlasanglar bo'ladi. Yevro bilan funtni hozir boshidan chizib o'tirmayman va biza hammaga qiziq goldga o'tamiz. Gold 1 oylik time frame'da men hech nima ko'rmayapman. Shuning uchun 1 haftalik o'taman. 1 haftalikda men sell side chizib qo'ygan ekanman. Va e'tibor bersanglar, narximiz mana bu weekly fair value gapda turibdi. Buni o'chirib tashlayman, ko'rish uchun chizdim. Va e'tibor bersanglar, bizda mana bu yerda weekly order block turibdi. Va e'tibor bersanglar, narximizni shu weekly order blockga test berib ham oqib ketishi mumkin sell side gacha. Xo'p, tushundinglar bu yog'ini. Test analiz qilib keturamiz va e'tibor bersanglar. O'tgan hafta qiziq holat bo'ldi. Men bu FBG ga kirganda tasdiq berdi, sell ishladim, stop oldim. Va mana bu narx mana bu haylani yechib yubordi. Bu yoqda buy side liquidnesslar yig'ilib qolgan edi. Va e'tibor bersanglar, 0.50 dan tepadagi narx fair value gapda turibdi. Va shu fair value gapdan tasdiq bersa, yana sell ko'rsak bo'ladi deb o'ylayapman. Ko'rdinglar? Bugun endi yakshanba bo'lganiga, bozor yopiq bo'lganiga men kichkina time frame'larga o'tib o'tirmayman, chunki bozor ochilgandan keyin ham baribir narx harakatlari o'zgarib ketadi. Shuning uchun bozor ochilmasidan oldin bu narsa deyish qiyin. Shuning uchun hech nima deb o'tirmayman. Nasdaq indeksi oho, 1 oylik time frame. Men OB chizib qo'ygan ekanman, bu OB ga tushmasa kerak. Weekly'da ham bu yo'g'icha tushguncha ancha. Weekly'dachi men zo'r berib ketibdi-yu. Ko'rdinglar, weekly FBG ga shunday tab bergan, sirazi uchib ketgan. Mana shundan ilm olsanglar, cho'tki setup bo'lgan bo'lardi.
Hop, dailyda ko'rsa bo'ladi. Agar manba dagi buy side tasdiqlansa, maksimum high tasdiqlansa, narx 0 dan pastga kelganda PDRLdan ko'rsa bo'ladi deb o'ylayman. Mana manba kichkina FVG ham bizga PDRA bo'lib shakllanib berishi mumkin va bu yoqqa narx tushib ketadi deb turib, men sel olishni maslahat bermayman. Agar tushsa, keyin buy ishlash kerak menimcha. Atak men sel olsanglar, keyingi narx harakatlari ham mamnaqa shaklda bullish, ya'ni o'suvchi bo'lib ochilsa, foydasi yo'q, bekorga stop olganinglar qoladi. Kereksiz stop olgandan ko'ra shu kuni bozorga kirmagan yaxshi deb o'ylayman. Sizlar bilan Xan Capital Akrom Muxtorov Telegram kanaliga ulanib olinglar, Instagramga ulanib olinglar. Va agar kim tradingda qiynalayotgan bo'lsa, pastdagi formani to'ldirsanglar, bepul konsultatsiya berib, sizlarga yordam berishim mumkin. Va ehtiyot bo'lib savdo qilinglar. Hammaga omad. Keyingi videolarda sizlarni kutib qolaman. Faqat podderskani ayamanglar, motivatsiya tushib ketmasin. Bepul videolar, shuncha narsalar o'rgatyapmiz. Sizlarga ham qo'llab-quvvatlab turinglar, salomat bo'linglar.